よう、久しぶり。 Salom hammaga. Ko'p odamlar Itachini qahramon deb o'ylaydi, ammo bugun men sizlarga Itachini eng yovuz ishlarini aytib beraman. Klanin bilan Konoha orasidagi munosabatlar borgan sari yomonlashib ketyapti. Uchihalar qonsiz Konohani bosib olishmoqchi va buni sen eshitib Hakagega yetkazding. Va Hakage jang qilmasdan urushni to'xtatish uchun Shisuyini ko'zini genjutsusini ishlatib Uchihalarni to'xtatmoqchi. Va Danzo Shisuyini bir ko'zini sug'urib oldi. Shisui ikkinchi ko'zini senga ishonib tashab ketdi. Klanning g'ururi va Konohani himoya qil deb. Va senga Danzo tanlov berdi. Yo klaninga qo'shilib ular bilan jangda o'lib ketasan, yo o'zing ularni o'ldirib, ukang bilan o'zing tirik qolasan. Klanini bir o'zing o'ldira olmasligingni bilding va qarshingda Madara paydo bo'ldi. Undan yordam so'rading. Stop. U Madara emas, Obitoligini bilaman, shuning uchun kommentariyada to'g'rilashlar shart emas. Ammo u vaqt Obito o'zini hammaga Madaraman degan. Mana imkoniyat paydo bo'ldi. Tarixda 9 zumlini bo'ysundirgan yagona shinobi qarshingda turibdi. Hakagega aytsang bo'ladi, hujumni Uchihalar emas, Madara qilgan deb. Hakage ham gaplaringga ishonadi, chunki unga yaqin bo'lgan odamlardan birisan. Agar ishonmasa, Danzo Shisuyini ko'zlarini olgan aytasan. Isbot uchun Danzo maskasini olishini so'raysan. Bo'ldi, urush tugadi. Yo, Itachi bunaqa emas. Obito bilan qo'shilib o'zini qarindoshlarini qirish qizig'roq. Mayli, Klanini qirib yubording. Ota-onangni o'ldirishingdan oldin ular senga Sasuke'ga g'amxo'rlik qil deb aytishdi. Sen ularga g'amxo'rlik qilaman deb va'da berding. Va nima qilasan? Balkim ukang kelishidan oldin ketarsan, o'zingni ham o'likka chiqarib. Yo'q. Ukasi kelishini kutadi va uni eng kuchli genjutsuga tiqib qarindoshlarini qanday qirganini ko'rsatadi. Mangeke Sharingan. Папа! Мама! Остановите Итачи! Папа и мама! Va yana nima qiladi bilasizlarmi? Itachini gaplari. Mendan qasos olishga kuching yetishi uchun mendaqa ko'zlarni olishing kerak. Buning uchun eng yaqin o'rtog'ingni o'ldirishing kerak. Tushunyapsizlarmi bu nima degani? Mayli, Sasuke birinchi sezonda Narutoni o'ldirganda nima bo'lardi? Kakashi Sasukening orqasidan yetib olardi va uni Konohani zindoniga tiqardi. Yoki Sasuke qochib ketishga ulgursa, akasiga o'xshagan butun Konoha izlayotgan jinoyatchi bo'lardi. Demak, Itachi Sasuke'ga shunaqa hayotni tavsiya qilgan ekanda. Keyin birinchi sezonda ukasining hol-ahvolini ko'rgan keladi. Ha, bo'pti, ba'zi nima yomon ish qilishi mumkin deyishlar mumkin. Yo'q, bu Itachi. Kakashining genjutsuga prosta zerikkandan Tsukuyomiga tiqib 3 kun qiynaydi. Kakashi bundan keyin 2 oy komada yotadi va u o'zini ukasidan qanday hol-ahvol so'raydi bilasizlarmi? Qo'lini sindiradi. Mayli, buni tushunsa bo'ladi. Sasuke'ni qasosga to'ldirish uchun qildi deyishlar mumkin. Ammo u yana bir marta Sasuke'ni Tsukuyomiga tiqib klanni qirganini yana ko'rsatadi. Endi tasavvur qiling. Kakashi bu genjutsudan keyin 2 oy komada yotgan bo'lsa, Sasuke'ning ahvolini tasavvur qilyapsizlarmi? Video davom etishidan oldin like va podpiska bosib qo'yinglar, chunki bu O'zbekistondagi eng zo'r anime kanal. Endi esa ikkinchi sezonga o'tamiz. Sasuke Itachidan qasos olgani keldi. Bu boshidan Itachining rejasi edi. Va u Sasuke'ni ko'zini olaman deb aldadi, ammo Itachi Sasuke'ni o'ldirish niyati bo'lmaydi. Lekin bu geni Itachi nima qiladi? Sasuke'ni Amaterasu bilan yoqib yubormoqchi bo'ladi. Amaterasu Sasuke'ga tegadi ham, ammo Orochimaruga rahmat. Sasuke'ga o'rgatgan jutsusini deb tirik qoladi. To'g'ri, menga ham Itachi yoqardi, lekin uni qilgan ishlari uchun qahramon deyish xato. Shu bilan video tugadi. Agar shu yergacha ko'rgan bo'lsang, senga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.